Tekin. Nega menga 20 ta sabzi bo'ldi? İyi. O. Bu yerden nimalar chiqyapti qiziq. Hoy, nima bo'ldi? Qo'shasizmi? Xo'sh, qiziq, nima bo'lgan ekan? Xo'sh, nima bo'lyapti ekan? Bir tushaychi. O, bu Raid Omen. Bu degani? Yo'q. Yo'q. Iltimos, faqat bo'lmasin. Hajiyan nima bo'ldi? Juda yomon ish bo'ldi. Yo'q, bizning shahrimizga raid keldi. Ustiga ustak. Qani, ustiga ustak qo'shinimiz ham yangi yerlarni bosib olish uchun ketgan. Yerimiz qaroqchilar shundan foydalanishyapti-da. U qaroqchilar qayerda endi? Yaxshi. Yo'q, shunday tez yugurayki, hech kim mendek tez yugura olmasin. La'nati. Qaroqchilar qayerda ekan? Yo'q. Men qaroqchilarni albatta topishim kerak. Albatta. Ha, yaramaslar. La'nati. Ular qayerda qoldi? Yo'q. Qani ular? Yo'q. Seni hali to'liq o'rganmaganman. La'nati. Yo'q. Men uddaliyman. Mana. Yo'q. Nihoyat. Wow. Men qayerdaman? Hoy, au. Tirikjon bormi? Hoy. Tirikjon bormi? Bilmadim. Birovlar uyga kirish yaxshimi? Au. Sen kimsan? Sizlar bu uyda egalarmisizlar? Ha. Men bu uyda kattasimi? Bu o'g'lim, bu kelinim. Men qayerdaman? Savolimga javob bera olasizmi? Nima qayerdaligingni bilmaysanmi? Yo'q, suvdan kelib qoldim bu yoqqa, daryoda oqib. Xullas, bu yo'l Medavil qirolligi. Nima? Medavil? Axir men Villa qirolligidan keldim-ku. Nima? Villa qirolligidan shu yergacha suzib keldingmi? Meni suv oqizib keldi. Nima? Suvda cho'milib keldingmi? Yo'q.
Men yashaydigan qishloqqa raid keldi. Ya'ni qaroqchilar hujum qildi. Meni kamon otib suvga tushirib yuborishdi. Keyin ko'zimni ochsam, shu yerdaman. Arang amallab qayiqqa chiqib oldim va mana shu birinchi ko'zim tushgan uyga kirdim. Ha! Demak, shunda sen kimsan? Meni isming nima? Meni ismim Kelikon. La'nati, nima qilish mumkin? Bironta uy topishim kerak. Aksiga olib, suratlarimni ham o'sha yerda qoldirgan ekanman. Nima qilish mumkin? Vau, otlar! Ajoyib ekan. Bittasi bo'shab ketibdi. G'alati otlar ekan. Nima qilish mumkin? Bu yerga hosil solib qo'yishibdi. Qiziq. Xo'y, kechirasiz. Ko'rinishiga g'alatimirdan? Yo'q, o'zi bu yerning aholisi sal-pal g'alatiroq ekan. Qandaydir burni uzunmi? Xo'y, gapirishing g'alatimi ekan? Hoy, uni o'ynama, yaramas bola. Yaxshi. Nima qilsam bo'ladi? Bu yerda qandaydir pul topishning yo'li bormikan? Xo'sh. Qiziq. Bu yoqda qandaydir yo'l bilan pul topish mumkinmi? Voy, bu yerda qanday qilib pul topish mumkin? Nima? Seni qiliching bor, to'g'rimi? Demak, sen ninjamisan? Qayerdan bildingiz? Faqatgina ninjalarda shunday qilichlar bo'lgan. Ancha yillar oldin. Nima? Ninjalar ancha yillar oldin bo'lganmidi? Ha, bilmaysanmi? Oxirgi ninja daryoda cho'kib ketib o'lganiga 70 yil bo'ldi-ku. Nima? Axir men tirikman-ku. 70 yil? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Bular shunchaki tush. Axir men okeanga quladim. Keyin esa shu yerda uyg'ondim. Menga nima bo'ldi? Yo'q. Oradan 70 yil o'tgan bo'lishi mumkin emas. Axir ancha paytda odam o'lishi kerak-ku. Yo'q, nima bo'ldi? Oxirgi ninja. To'xta, shunda ninjalar 70 yil oldin qirilib ketgan. Bu degani men oxirgi ninjaman. Yo'q. Nahotki do'stlarim Orif. Yo'q. Orif, Kay. Ustoz Kay. Chempion, sen hamma tashabbur birimizni tashlab ketmaymiz deb axlashuvdik-ku do'stim. Hoy, qo'lingni ol sandiqdan. Yaxshi. Nima bo'ldi? Nima uchun? Nima uchun aynan menda shunday voqealar bo'ladi? Nimaga?
Nimaga?